Bu uchinchi kelishim. Ha. Shu boshi kelganimdek taassurotlar juda zo'r bo'ldi. Mazza qilib aylandim. Ravzalarga qayta kirishni Alloh nasib qildi. Necha marta kirdingiz Ravzaga? 3-4 marta kirdi o'zi. Hamma sayohatlarga olib borishdi, ibodat ham, hammasi joyida bo'ldi. Taassurotlarim juda ham zo'r. Ravzalarga kirdik, alhamdulillah, hammamiz qayta kirishni nasib qildi. Sentrum xodimlariga vobshe gap yo'q lekin. Ular nima deydi, hammaligi qo'ldan kelgancha harakat qilishdi. Alloh rozi bo'lsin ulardan. Hamma sharoitlar zo'r. Gap yo'q. Ayniqsa 50 boshimizga vobshe gap yo'q. Juda chiroyli olib yurdilar bizani. Onamga ham qiynalishmadi. Ko'p turlarni qiziqib ko'rdikda, hamma turlarni qaraganimizda, hammada Madinada bo'lish 3 kecha bo'lgan edi-da. Bizaga afzallik tarafi, bizaga yoqgan tarafi Sentrumnikida 6 kecha ekan-da Madinada. 6 kecha mazza qilib yashadik, mazza qilib ibodatlar qildik. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Biz inshaalloh 2026-yil yana kelish niyatimiz bor. Yana inshaalloh mana shu Centrum Holiday kompaniyasidan kelamiz inshaalloh. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Xudo xolisa yaxshi yetib olinglar.